maydonga tushayotganda raqibga muxlislik qilaman deb emas, aksincha raqibdan ustun kelaman va vatan sha'nini va millatimning g'ururini himoya qilaman deb maydonga tushish kerak. Mana bu videoni bitta ko'ringlar-da. Uchun bilmadim, lekin bugun juda omadsiz kun bo'ldi. 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta Eronning sodda ammo mag'rur xalqining yuziga ancha tanaffusdan so'ng kulgu taqdim etmoqchi edik. Aslida eronliklar bundan ko'prog'iga loyiq. Bugun borimizni berdik. Ishoning, bugun o'lib ketishga tayyor holda jangga kirdik. Musobaqaga qadar hech kimdan hech narsa so'ramadik. Bizni kechiring. Faqat uzr so'ray olaman xolos. Bugungi holat har bir futbolchi uchun uyatli bo'ldi. Основной shu Ronaldo bilan maydonda turganimiz biz uchun katta orzu edi va orzungiz amalga oshganidan xursandmiz. Siz guvohi bo'ldingizki, eronlik futbolchi bilan o'zbekistonlik futbolchining fikrlashida kattagina farq bor. Ruhiyatni sindirmasdan maydonga tushib, biz Portugaliya ustidan g'alaba qozonamiz deb o'yin boshlanganida edi. Hamma futbolchilarimiz menimcha yaxshi natija ko'rsatishgan bo'lardi. 5-0 bu juda ham katta hisob. Lekin raqibga qarshi, raqibga muxlislik qilib, raqibga qarshi o'ynab turgan joyida u bilan o'ynash men uchun orzu edi deyish, bu menimcha ancha ahmoqona fikr. Orzu bilan maqsadni o'rnini almashtirib qo'ymaslik kerak. Vatan tuyg'usi, O'zbekistonning sha'ni doimo birinchi o'rinda bo'lishi kerak.